sifatini hozir sizlar bilan birga o'ylaymiz. Hop, shakli qanday bo'ladi? Mana xonaning to'rtta burchagiga yopishtirib chiqqanman. Endi guruhingizdan bitta sekretar, ya'ni kotiba va matnni yetkazuvchi odam tayinlaysiz. Matnni kelib yetkazadi sekretarga, sekretar uni yozib boradi. Xohlang ikkita gapdan yetkazing, xohlang bitta gapdan yetkazing. Xotirangiz yaxshi bo'lsa, uchta gapdan yetkazing. Qaysi guruh birinchi bo'lib bajarsa, o'zini matnni tugatsa, o'sha guruh g'olib bo'ladi. Agar bu matnni yozuvdan boring boshqa gapni olib keling deb jo'natasiz. Bitta gaplik matnni qo'yib keyin oxirida bo'ldi, yozib matnlarim tugadi deysiz siz. Endi bo'ldim deysiz. Qaytadan tekshirmaysiz. Keyin hammamiz yig'ilamiz-dek, bu matn bilan siz yozganingizni solishtiramiz. Shunga uch boshladik. To'satdan ko'zlarini katta ochib qaddini rostladi. Gun buvi qandaydir yangilik o'ylab topgandi. Eshit dedi u. Seningcha tomda o'tlar o'ssa ajoyib emasmi? Ertaga do'konga borishimizga to'g'ri keladi deb o'ylayman. Biz shunday ham qildik. Gun buvi uyga qaytgach uyning tomiga chin bo'laklarini yotqizdi. U ehtiyotkorlik bilan chin bo'laklarini yoyib tushib ketmasligi uchun jonivorlaringiz bilan bo'lmaganingiz uchun xafamisiz deb qiziqdim. Ha, men ularni sog'indim deb xo'rsindi u. Bunday bo'lsa nima uchun ularni olib kelmaysiz deb so'radim. Gun buvi menga ko'z qisib ayyorlik bilan jilmayib qo'ydi. Ertasi kuni undan xabar olish uchun kelganimda uyda hech kim yo'q edi. Gun buvi avtobusda qayoqqa deb yo'l olgan edi. Kechasi zinadan kelgan qoqolagan baland tovushdan uyg'onib ketdim. Bu nima bo'lishi mumkin? Ha, tovuqlar, ehtimol ular liftda yurishga qo'rqishar. Ertasi kuni men Gun buviga don berishga yordamlashdim. Men o'zimni go'yoki uyga qaytib kelgandek his qilyapman, dedi u. Tovuqlarim atrofimda quvlashadi. Agar yaxshilab qarasang, men ko'rib turgan tog'lar men o'zimning tomorqam yaqinidagi tog' ekanligini haqida gapirib bersam bo'ladimi? Aslida bu g'alati ayol kuch g'ayratga to'la. Uning haqiqiy ismi Gunni ona, lekin men uni Gun buvi deb atayman. U bizning shaharga ko'chib kelgan edi. U bungacha Hop, endi joyinglarni topasizlar. Sizga muammosi bizda deydi.